futboldagi emotsiyalarni boshqa joydan topish qiyin. Mana bu videoni ko'ringlar. Arsenalning barcha muxlislarini tabriklayman, ayniqsa o'sha eski muxlislarini. Ular juda sadoqatli insonlar. 22 yil kutishdi va nihoyat o'sha kunlar keldi. Va yangi muxlislarini, ular katta titullar ko'rganlari yo'q. Shunga qaramay ishonch bildirishdi, sabr bilan kutishdi va maqsadiga erishdi. Mikel Artetaga qoyil, Arsenalni o'zi loyiq bo'lgan darajaga qaytardi va Angliyaning eng kuchli jamoasiga aylantirdi.